Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga bitom meshalkalarimizdan yetib keldi. Hamma turdagi modellarda mavjud. Zavadskoy Xitoyda ishlab chiqarilgan bitom meshalkalarimiz. Eng kattalari 240 litrdan boshlanib, eng kichkinalari 160 litrligacha modellardan mavjud. Ushbu apparatlarimizni hozir to'liq holatda ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Orqa tomonda turganlari eng kattalari bo'ladi. 240 litrlik, 220 litrli modellardan mavjud. Ushbu meshalkalarimiz ancha listlari baquvvat, temir shesternali bo'ladi. Motorlari eng kattalari 950 watt, 1000 wattdan boshlanib 850 wattligacha modellari bor. 200 litrlilari oldi qatorda turgani, kichkinasi 180 litrlilari bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Ekran osti nomerlarimizni qoldiramiz. Optim narxlarda sotish uchun ham klientlarimizga tarqataveramiz. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Ichidagi aylantirib beradigan baravarlari ikkitali bo'ladi. Ertagaliga to'liq qilib tayyorlab terib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Yangilik holatda mana ko'rishlaring mumkin. Yonidan ko'taradigan dastasi yasalgan, undan tashqari pastdagi tushirib aylantiradigan temirlari ham ancha qalin materiallardan ishlangan. Kimga ushbu meshalkalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib xarid qilishlaring mumkin yoki zakaz berishlaring mumkin. Dostavka xizmatlarimiz 12 ta viloyat bo'yicha mavjud. Bemalol kelib yoki telefon orqali zakaz beraverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv Malina svetoforida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.